Beshinchi mavzu to'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchak deganda birinchi navbatda ko'z oldimizga Pifagor teoremasi keladi, shundaymi? Pifagor teoremasi to'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor teoremasi va to'g'ri burchakli uchburchakka kerak bo'ladigan nazariyalarni sizlarga o'rgatib o'taman. Birinchi mana to'g'ri burchakli uchburchak. Bitta burchagi 90 gradus. Qolgan ikkita burchak 90 dan kichik o'tkir burchak hisoblanadi. Aytaylik, alfa va beta bo'lsa, bu yerda alfa plus beta 90 gradusga teng bo'ladi. Xo'sh, to'g'ri burchakli uchburchakda 90 gradusga yopishgan ikkita tomon katet deyiladi. 90 gradus burchak qarshidagi tomon esa gipotenuza deyiladi. Kosinus teoremasi isbot bo'ladi bu teoremaga. Kosinus teoremasini isbotlasa bo'ladi demoqchiman. A kvadrat plus b kvadrat teng c kvadratga bo'ladi. Xo'sh, ana endi bizga mavzu davomida kerak bo'ladi, aytib o'tib ketaman. Sinus, kosinus, tangens, kotangens haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Demak, ushbu o'tkir burchakning sinusi sinus alfa qarshidagi katetni gipotenuzaga nisbati bo'ladi. Xo'sh, shu burchakning kosinusi yopishgan katet gipotenuzaga nisbati bo'ladi. A taqsim c. Ana endi tangens alfa sinus alfa taqsim kosinus alfa bo'ladi. Sinus kosinusga nisbati b taqsim a ga teng bo'ladi. Kotangens alfamiz esa kosinus alfani sinus alfaga nisbati a taqsim b ga teng bo'ladi. Mana shu narsalar bizga kerak bo'ladi. Xo'sh, ana endi to'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzaga bitta balandlik tushiraylik. To'g'ri burchak uchidan gipotenuzaga bitta balandlik tushirdik. Bu balandlik gipotenuzani x va y kesmalarga ajratdi. Agar biz mana bunday qilib qaraydigan bo'lsak, mana qaranglar, tasavvur qilasizlar, mana bu aytaylik, mana bu gipotenuza tekislikka mana perpendikulyar tushirilyapti, perpendikulyar. Mana bu yerdan parallel nur tushiradigan bo'lsa, e'tibor qilinglar, mana bu b katetimiz x ning ustiga soyasi tushadi. A katetining soyasi y ning ustiga tushadi. Shuning uchun proyeksiya mavzusi bu. Xo'p, bunda h balandlik tushyapti. Bu yerda ham ikkita to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'layotganligi uchun ikkita Pifagor qilsak ham bo'ladi. Ya'ni x kvadrat plus h kvadrat b kvadratga y kvadrat plus h kvadrat teng a kvadratga. Mana ikkita Pifagor. Xo'sh, ana endi bu yerda agar sistemani ayirib yuboradigan bo'lsak, x minus bu ikkita kubochga ajraladi. Bu ham b kvadrat minus a kvadrat bo'ladi. Sistemani ayirib yuborganda, shuning uchun biz proyeksiya formulalarini hosil qilishimiz uchun sistemani qo'shib yuboraylik. X kvadrat plus y kvadrat plus ikkita h kvadrat b kvadrat plus a kvadratga. Ana endi b kvadrat plus a kvadrat Pifagor teoremasiga ko'ra c kvadratga teng. Mana bu yerda x kvadrat plus y kvadratni x plus y ning kvadrati minus ikkita x y deb olsak bo'ladi. Plus ikkita h kvadrat teng bu c kvadratga. X plus y mana chizmada ko'rinib turibdi, c ga teng bo'ladi gipotenuzaga. C kvadrat minus ikkita x y plus ikkita h kvadrat teng c kvadratga. C kvadrat u tarafga o'tsa minus bo'lib o'tganda qisqarib ketadi. Minus 2x y u tarafga o'tadigan bo'lsa h kvadrat teng ikkita x y ga. Xo'sh, mana 2h kvadrat ikkita x y, h kvadrat teng x y. Demak, h kvadrat shu ikkita tomon ko'paytmasiga teng bo'lar ekan. Mana bu isbot hisoblanadi sizga. Proyeksiya mavzusida bu. Ham to'g'ri burchakli uchburchak, ham to'g'ri burchakli uchburchak proyeksiya mavzusi. Katetlarning gipotenuzadagi proyeksiyalari mavzusi. H kvadrat x y ga teng bo'ldi. Mana bu yerga keltirib qo'yaylik endi. X kvadrat plus x y teng b kvadratga, mana pastga ham x y keltirib qo'yamiz. Y kvadrat plus x y teng a kvadratga. Tepada mana x chiqaradigan bo'lsak, xo'sh, x plus y teng b kvadratga, bu yerdan y chiqaradigan bo'lsak, x plus y teng a kvadratga.
Mana shu yerda sistemani bo'lib oladigan bo'lsa, x plus y lar qisqaradi, x taqsim y b kvadrat taqsim a kvadrat mana. b ni proyeksiyasini a ni proyeksiyasi nisbati b kvadrat a kvadratga nisbatiga teng bo'lar ekan. Endi sistemani bo'lib olsak, mana bu formula hosil bo'ladi. Xo'sh, mana shu yerda x plus y o'rniga s ni qo'yadigan bo'lsak, x ko'paytirilgan s b kvadratga, y ko'paytirilgan s a kvadratga teng bo'ladi. Bu ham bitta proyeksiya formulasi hisoblanadi. O'zini proyeksiyasini gipotenuzaga ko'paytirsak, b kvadratga teng bo'lishi kerak ekan. Bu yerda ham a ni proyeksiyasini gipotenuzaga ko'paytiradigan bo'lsak, a kvadratga teng bo'lishi kerak ekan o'quvchilar. Xo'sh, bu proyeksiya mavzuga taalluqli formulalar edi. Ana endi misol ishlashni boshlaymiz. Birinchi misolimiz Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Mana perpendikulярlik belgisi turibdi. 3 kvadrat plus 4 kvadrati teng x kvadratga. X kvadrat teng 9 ga 16 ni qo'ysam 25, x 5 ga teng ekan. Bu yerda ham xuddi shunday Pifagor teoremasini qo'ysak, 25 ga 144 qo'ysak 169, 169 dan 13 chiqadi. Bu yerda ham Pifagor teoremasi 64 ga 225 qo'ysak 289, 289 dan 17 chiqadi. Bu yerda ham Pifagor teoremasi x kvadratga 24 kvadratini qo'ysak 25 kvadratga teng bo'lishi kerak. Bu 625, 576 minus bo'lib o'tadigan bo'lsa x kvadrat 49. Ya'ni x 7 ga teng bo'lishi kerak ekan. Bu yerda ham 5-misolda ham Pifagor teoremasi x kvadratga x plus 7 kvadratini qo'ysak, xo'sh, x plus 9 ni kvadratga teng bo'lishi kerak ekan. Ana endi bularni ochib chiqsa ham bo'ladi yoki mana bittasini bir tarafga o'tkazib, kvadratlar ayirmasi formulasi bo'yicha ochsak ham bo'ladi. Xo'p, mayli. Formula bo'yicha ochadigan bo'lsak, buni davom ettiramiz. X kvadrat x plus 7 kvadrati x kvadrat plus 14x plus 49 teng bo'ladi x kvadrat plus 18x plus 181 ga. X kvadrat bittasini qisqartiramiz. Bu tarafga o'tsa minus bo'lib o'tadi. Bularni bu tarafga olib kelamiz. 81 va 181 emas. Bu yerga kelsak x kvadrat 18x minus bo'lib kelsa 14x 18x tersak minus 4x bo'ladi. 49 dan 81 ni ayiradigan bo'lsak minus 32 teng 0. X minus 8 x plus 4 ko'paytiruvchiga ajraladi. Bunda x teng 8 olinadi. Diskriminant qilib kvadratning ilohiy x bir x ekan topsanglar ham bo'ladi bunda. Men ko'paytiruvchilarga ajratib topdim. Xo'sh. 6-misolimiz. Ikkita to'g'ri burchak x ni topishimiz kerak ekan. Mana bitta diagonalni o'tkazamiz. Diagonalni o'tkazadigan bo'lsak, bu diagonalimiz BAC to'rtburchakli uchburchak uchun ham gipotenuza, CDA to'rtburchakli uchburchak uchun ham gipotenuza. Buni y deb olaylik. Mana bu ADC uchburchak uchun Pifagor tuzamiz. 4 kvadrat plus 5 kvadrati teng y kvadratga. 16 ga 25 qo'ysak 41, y kvadrat 41 ga teng ekan. Y o'zini so'raganda zos 41 deb javob berardik. Endi mana bu yerda bu uchburchak uchun ABC uchburchak uchun Pifagor tuzadigan bo'lsak, 3 kvadrati plus x kvadrati teng y kvadratga 3 kvadrat 9 x kvadrat teng bo'ladi y kvadrat mana 41. 41 minus 9 ga x kvadrat 32 ga x 32 dan ildiz 32 ga 16 kare 2 desak 4 2 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, o'quvchilar, bunda agar ikkita to'g'ri burchak berilgan bo'lsa-da, bitta tomonni noma'lum qilib beradigan bo'lsa, umumiy formula o'zimiz uchun yozib olamiz. Ya'ni 3 kvadratiga x kvadratini qo'ysak, 4 kvadratiga 5 kvadratini qo'shganimizda teng bo'lishi kerak ekan. Chunki mana umumiy gipotenuza hisoblanadi. Bu yerda ham xuddi shunday. Mana b dan d ga tortsak bitta umumiy gipotenuza bo'ladi. Bu uchburchak uchun ham, bu uchburchak uchun ham. Ya'ni 8 kvadratiga x minus 1 kvadratini qo'ysam, x plus 1 kvadrati 6 kvadratini qo'shganimda teng bo'lishi kerak ekan. X plus 1 kvadrati plus 6 kvadrati. Xo'sh, endi bu yerda formulalarni ochadigan bo'lsak, 8 kvadrat 64 plus x minus 1 kvadrati x kvadrat minus 2x plus 1 teng
x plus 1 kvadrati x kvadrat plus 2x plus 1 plus 6 kvadrati 36. X kvadratlar qisqaradi. Minus 2x o'ng tarafga plus 2 4x bo'ladi va birlarni olib tashlaymiz, qisqartiramiz. 36 64 tarafga minus bo'lib o'tadigan bo'lsa 28 bu yerda x 7 ga teng bo'lishi kerak ekan. 8-misol basaga basaga perpendikulyar mana perpendikulyar 4 ga teng. Mana bu 10 ga teng, bu 8 ga teng ekan. X noma'lum deyapti. 8 10 bs SDB uchburchak uchun bitta Pifagor qilamiz. Buni y deb olaylik. Y kvadrat plus 8 kvadrati teng 10 kvadrati. 10 kvadrat 100 bo'ladi, 64 bo'ladi. U tarafga minus bo'lib o'tadigan bo'lsa y kvadrat 36 ga teng bo'lishi kerak bo'ladi. Bunda y 6 chiqadi. 6 ga teng ekan. Mana bu katetimiz 8 ga 4 qo'shadigan bo'lsak 12 bo'ladi. 6 kvadratiga 12 kvadratini qo'shsa x kvadrat teng bo'lishi kerak. 6 kvadrat plus 12 kvadrati teng x kvadratga. 36 ga 144 qo'shsak 180 bo'ladi. X kvadrat teng 180. X'imiz ilzosi 180 ga teng ekan. 36 kira 5 desak 6 ilzosi 5 bo'ladi. Xo'sh, bu chizmamiz ham xuddi shunday. Demak, 17 kvadrat 289 dan 225 ayirsak 64 bo'ladi. Undan 8 chiqadi. Demak, 8 mana bu 16. 8 16 ni kvadratlari yig'ilsa x kvadrati teng bo'ladi. X kvadrat 8 kvadrat plus 16 ni kvadrat qolganini o'zlaringiz hisoblab ko'rasizlar. Bu yerga o'tadigan bo'lsak, demak, 10-masala. Bu yerda ham xuddi shunaqa muammo. 12, 13 mana bu s-da kesmani topib olishimiz kerak. 12 ni kvadratiga s-da ni kvadratini qo'shsam 13 kvadratiga teng bo'lishi kerak. 144 169 tarafga minus bo'lib o'tadigan bo'lsa, s-da 5 ga teng bo'lishi kerak bo'ladi. Bu 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, endi 5 plus x 12 5 plus x kvadrat, mana 5 plus x bitta katet hisoblanyapti. Mana bitta katet hisoblanadi. Katta s-da uchburchak uchun. Plus 12 ni kvadrati teng 20 ni kvadrati. Demak, 5 plus x kvadrati 20 kvadrat 400 bo'ladi. Bu 144 bo'ladi. 400 tarafga 144 minus bo'lsa 256 ga teng bo'ladi. 400 dan 144 ni ayirib tashlasak. Demak, 256 16 ni kvadrati 5 plus x 16 ga teng bo'lishi kerak ekan. X bu yerda 11 bo'lishi kerak ekan. Bu yerda ham xuddi shunaqa muammo. Qaraymiz. Demak, 17 ni kvadrati 15 17 15 va mana bu s-da nimaga teng? Bu yerda yana birinchi b-s-da uchburchak uchun 15 kvadrati plus s-da ni kvadrati teng 17 ni kvadrati deymiz. 15 kvadrati 225 289 tarafga minus bo'lib o'tadigan bo'lsa, s-da kvadrat 64 ga, ya'ni s-da 8 ga tenglik kelib chiqadi. Bu yerda yana bitta Pifagor qiladigan bo'lsak, 15 kvadratiga 8 plus x kvadratini qo'shsak 25 kvadratga teng bo'lishi kerak ekan. 15 kvadrat plus 8 plus x ning kvadrati teng 25 ning kvadrati. 25 kvadrat 625, bu 225. Tarafga minus bo'lib o'tadigan bo'lsa, 8 plus x ning kvadrati 625 dan 225 tashsa 400 bo'lar ekan. 400 dan 20 chiqadi. 8 plus x imiz 20 ga teng. Ya'ni bu yerda x 12 bo'lishi kerak ekan. Ana endi mana bunaqa chizma o'quvchilar. Birinchi navbatda mana ikkita to'g'riburchakli uchburchak bo'lyapti-ku. Bu yerda ham birinchi BA, BSA uchburchak uchun gipotenuza bo'lyapti. Birinchi BA ni topib olamiz. Qayerdan topamiz? Pifagordan. Demak, BA ni kvadrati teng bo'ladi 4 kvadrat plus 5 kvadrat. Demak, BA ni kvadrati 16 25 41 ga teng bo'ladi. Mana bu BAD uchburchak uchun BA bu yerda katet hisoblanyapti. BA ni kvadratiga 2 + 2 ni kvadratini qo'shsam x kvadratiga teng bo'lishi kerak. Demak, BA ni kvadrati qo'shilgan 2 + 2 ni kvadrati teng x kvadrati. BA kvadratimiz 41, 2 + 2 ni kvadrati 8 teng x kvadratga. X kvadrat 49, bu yerda x 7 ga tenglik hosil bo'ladi. O'quvchilar, mana bu yerda ham xuddi shunaqa chizma va xuddi shunaqa hisob-kitob hosil bo'ladi. Mana og'zaki aytib o'tib ketaman yana. Mana tushuntirib o'tib ketdim bu yerda.
ikkalasini kvadratlari yig'indisi 4 ga 9 qo'shadigan bo'lsam 13 bo'ladi. Bu ildiz 13 ga teng bo'lsa, ikkalasini kvadratlari yig'indisi buni kvadrati 12, buni kvadrati 13, ikkalasini yig'indisi 25. Bu yerda x kvadrat 25 ga teng bo'lsa, x 5 ga teng bo'ladi. Hisob kitobini yozib, o'zlaring mustaqil ishlaysizlar. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Birinchi bu yerda dA ni aniqlash kerak bo'ladi. Qanday aniqlaymiz? Pifagor dA ni kvadrati plus 8 kvadrat teng 17 ni kvadrati. 17 ni kvadrati 289, 8 kvadrat olamiz, bu tarafga minus bo'lib o'tadigan bo'lsa, dA ni kvadrati 225 ga teng bo'ladi. Demak, dA 15 ga teng. dA 15 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana endi x kvadrati plus 12 ni kvadrati teng 15 kvadrati. 225 dan 10 kvadrat 144 bo'ladi. Bu tarafga minus bo'lib o'tadigan bo'lsa, ayirib tashlaymiz. X kvadrat teng 81 ga, demak x 9 ga teng bo'lishi kerak ekan. Bu yerda ham xuddi shunaqa mana 10 kvadrat 6 kvadratini ayirsak 64 bo'ladi. 64 dan 8 chiqadi. 64 dan 15 ayirib tashlagan bo'lsak 49 bo'ladi. 49 dan 7 chiqadi. X 7 ga teng ekan. Xo'sh, o'quvchilar, 16-misolimizda bu 3 ga teng deyapti, bu 4 ga, bu 8 ga teng deyapti, x toping deyapti. Bu yerda biz qilishimiz kerak bo'lgan yagona ish mana bu to'g'ri, mana buni perpendikulyar tushirib bilishimiz kerak, tamom. Mana perpendikulyar tushirdik. Demak, bu 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu ham 90 bo'ladi-da, bu ham 90 bo'ladigan bo'lsa, bu ham 3 ga teng bo'ladi. 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 8 dan 3 ayirsam, bu yer 5 ga teng bo'ladi. Bu 4 ga teng bo'lsa, mana bu ham 4 ga teng bo'ladi. 5, 4 hamda x ni Pifagorga qo'yamiz. 4 kvadrat plus 5 kvadrati teng x kvadratiga. 16 ga 23 qo'shsam 41, bu o'z 41 ga teng bo'ladi. Chunki 41 dan chiqmaydi-da. Bu yerda ham xuddi shunday bitta kesma tushiramiz. Bitta kesma tushiradigan bo'lsak, 90 bo'ladi, bu ham 90 bo'ladi. 5 bo'ladi, 13 dan 5 tarsak 8 bo'ladi, 6 bo'ladi. Pifagor qo'ysak, unda x 10 chiqadi. 8-misolimizda boshqacha chizma bo'lyapti. Bu 5 ga teng bo'lsa, bu 6 ga teng bo'lsa, bu 3 ga teng bo'lsa, A ni toping debdi. Demak, A dan D ga qarab bitta kesma o'tkazamiz. Mana shu A da kesmani topishimiz kerak o'quvchilar. A da kesmani qanday topamiz? A da kesmani topishimiz uchun mana buni davom ettiramiz. B to'g'ri chiziqda orqaga qarab mana davom ettiramiz. Mana bu yerga mana. Davom ettirdik, ha? Endi mana bu D dan bitta perpendikulyar chiziq tashlaymiz. Perpendikulyar chiziq tashlasak, mana 90 ga aytilgan, bu ham 90 ga aytilgan. Biz bitta perpendikulyar chiziq tashlasak, endi bu 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu ham 6 ga teng bo'ladi. Bu 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu yergacha bu ham 5 ga teng bo'ladi. Ko'ryapmiz-a? To'g'ri burchakli uchburchak o'stir bo'lyapti. 5 ga qo'shsam 8, 6. Mana endi D ni topib bilaman. 6 ni kvadrati plus mana bu yerda katet 8 kvadrati D ni kvadrati 100 bo'ladi. 100 dan 10 chiqadi. O'quvchilar 19-misol xuddi shunaqa chizma o'zlaring ishlaysizlar. Albatta, mabodo chiqmay qolsa yordam beraman. 20-misolimizda AB uchburchagining AB tomoniga bitta balandlik tushirilgan hamda bu 2 ga tengligi aytilgan, x aniqlashim kerak. Demak, bu yerda bitta bu 90 bo'lgandan keyin qo'shilsa, bu ham 90 bo'ladi albatta. Bitta Pifagor qiladigan bo'lsak, buni h deb olaylik. H kvadrat plus 2 ni kvadrati teng 6 ni kvadratiga. Xo'sh, 6 ni kvadrati 36 bo'ladi. Bu 4 bilan minus bo'lib o'tsa, h kvadrat 32 ga teng bo'ladi. Endi bu SDB uchburchak uchun h kvadrat plus x kvadrat teng 8 kvadrat. H kvadrat 32 plus x kvadrat 8 kvadrat 64. 64 dan 32 ni ayirsak, x kvadratdan 32 ga teng ekan. Bu yerda x 16 kare 2 desak, buni 4 2 bo'ladi. Xo'sh, o'quvchilar 21-misolimiz ham xuddi 20-misolga o'xshadi. Buni h deb olasizlar. Bu yerda bitta Pifagor, bu yerda ham bitta Pifagor, shu bilan x chiqib keladi. Endi bu yerda bs kvadrat minus ac kvadrat so'ralyapti. Bs ni kvadrati ac ni kvadratini ayirish kerak ekan. Buni h deb oladigan bo'lsak, bu ADS uchburchak uchun bitta Pifagor qilamiz. H kvadrat plus 5 kvadrati teng AC kvadratga. Xo'sh, H kvadrat plus 11 kvadrati SDB uchburchak uchun buni H kvadratga 11 kvadratini qo'shsam, BC kvadratga teng bo'lishi kerak.
sistema qilib pastdan balandlaymiz. Tashqi qudrati 0. 11 kvadrati minus 5 kvadrati asini kvadrati minus ya'ni pastdan balandlayapman buni. B-sini kvadrati minus A-sini kvadrati. Demak, B-sini kvadratidan A-sini kvadratini ayirganimiz so'ragan o'zi mana shuni so'rayapti. Shu teng bo'lar ekan. 121 dan 25 ayirsak 96. Demak, B kvadrat A kvadrat ayirmasi so'raladi. Bu yerda ham 7 kvadrat minus 3 kvadrat bo'ladi. Mana isbot. Mana shu isbotlab berganim bo'yicha mana shu yerga xuddi shunaqa tenglab tursanglar, shu narsa hosil bo'ladi. Bizdan so'ragan narsa shunga teng bo'ladi. Xo'sh, o'quvchilar, endi 24-misolimiz. 24-misolimizda to'rtga tengligi, bu 5 ga tengligi, bu 3 ga tengligi, bu x so'raladi. O'zi bitta bunaqa chizma uchun o'zi bitta qoida bor. X kvadratga 4 kvadratni qo'shganda 5 kvadratga 3 kvadratni qo'shganda teng bo'lishi kerak. Buni qanday isbotlaymiz? Albatta, BO'ni A deyman, OS'ni B deyman, OD'ni C deyman, OA'ni D deyman. A, B, C, D deb belgilab oldim. Ana endi bu 90 bo'lsa, mana bular ham albatta 90 bo'lishi kerak. Mana bu ham 90. Bu yerda 4 ta to'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor tuzamiz. A kvadrat plus B kvadrat plus B kvadrat 4 kvadratiga B kvadrat plus C kvadrat 5 kvadratiga teng bo'lishi kerak. Xo'sh, tuzib ketaveramiz. Xo'p, mana bu yerda C kvadratga D kvadrat qo'shsam X kvadratga, A kvadratga D kvadrat qo'shsam D kvadratga A kvadrat qo'shsam. Xo'sh, 3 kvadratga teng bo'lishi kerak. C kvadratga D kvadrat qo'shsam C kvadratga D kvadrat qo'shsam nimaga teng bo'lishi kerak? X kvadratiga teng bo'lishi kerak. Mana 4 ta sistema. 4 ta sistemadan boshdagi ikkitani ayirib tashlaydigan bo'lsak, B kvadratlar qisqarib ketadi. C kvadrat minus A kvadrat 5 kvadrat minus 4 kvadratga teng bo'ladi. C kvadrat minus A kvadrat 5 kvadrat minus 4 kvadratga teng bo'ladi. Mana bu yerda ham mana oxirida ikkita sistemadan pastdan balandlarsam D kvadratlar qisqarib ketadi. C kvadrat minus A kvadrat X kvadrat minus 3 kvadratga teng bo'ladi. X kvadrat minus 3 kvadratga. Mana C kvadrat minus A kvadrat topildi. Demak, mana bu ikkalasini tenglashtiramiz. 5 kvadrat minus 4 kvadrati X kvadrat minus 3 kvadrat bo'ladi. Bu yoqqa plus bo'lsa, 4 kvadrat yoqqa plus bo'lsa, 5 kvadrat plus 3 kvadrati X kvadrat plus 4 kvadratga teng bo'ladi. Ko'ryapmizmi? Mana X kvadratga 4 kvadratni qo'shganimiz 5 kvadratiga 3 kvadratni qo'shganimizda teng bo'ladi. Faqatgina mana bunda diagonalar perpendikulyar bo'lganda. Mana shunaqa. Demak, 25 ga 9 qo'shaman. 34 bo'ladi. 16 bu yoqqa minus bo'lib o'tadigan bo'lsa, x kvadrat 18 ga teng bo'ladi. X bunda 9 kare 2, ya'ni 3/2. Demak, 25-misol uchun mana isbot. Tayyor formulani yozaman. Hisob-kitobini qilasizlar. X kvadrat plus 7 kvadrati 8 kvadrat plus 6 kvadratga teng bo'lishi kerak. Xo'sh, 25-misol. Bu yerda ham xuddi shunaqa chizma. Buni o'zi. Demak, 26-misol uchun ham shu formulada 1 kvadratni yig'insa 1 kvadrat yig'insa teng bo'lishi kerak. Ya'ni mana x plus 5 kvadrati qo'shilgan x plus 5 kvadrati teng x kvadrat plus x plus 8 kvadrat. Xo'sh, buni davom ettiradigan bo'lsa, x plus 5 kvadrat x plus 5 kvadrat demak x kvadrat plus 10x plus 25 x kvadrat plus 10x plus 25 teng bo'lishi kerak x kvadrat plus x plus 8 kvadrati plus 16x plus 64. X kvadrat bilan x kvadrat bu bilan munosabatlarimiz sababi bir tarafning bari minus bo'lib o'tadi-ku. Qo'shsam mana bu ikkalasi 22, ikkalasi 50 bo'ladi. Teng 16x plus 64 ga. 16x bilan minus bo'lib o'tsa 4x, 50 minus bo'lib o'tsa 64 dan 50 tarsak 14.
14 4 ga bo'lsak 3.5 x 3.5 ga teng bo'lishi kerak ekan. Shu yerda a kvadratga b kvadrat, mana a kvadratga b kvadrat bo'lsa 61 ga teng ekan. Bizdan x so'ralyapti. O'zi bizning qoidamizga ko'ra x kvadrat plus 5 kvadrati a kvadrat plus mana a kvadrat plus b kvadratga teng bo'ladi-ku. Bu o'zi 61 ga tengligi aytilgan tepada. X kvadrat teng 61 25 ga minus bo'lib o'tadigan bo'lsa x kvadrat teng 6 x 6 ga teng ekan. 28-misolimiz teng yo'nli uchburchak ekan. Demak, biz bilamiz, qoidaga ko'ra teng yo'nli uchburchakning uchidan tushirilgan balandligi ham bisektrisa, ham mediana. Bu yerda AB 16 ga teng bo'ladigan bo'lsa, S da so'ralibdi. S da. Mana bu so'ralibdi. 16 AB 16 ga teng bo'lsa, AB ni ham mediana dedik-ku. 8 8 ga, 16 ni 8 8 ga ajratadi. Bizdan mana S da so'ralyapti. S da kvadrat plus 8 kvadrati teng 10 kvadrati. 100 dan 64 ayiramiz. S da 6 ga teng bo'ladi. Bu yerda ham 10 deyapti, 12 ga tengligi aytilyapti. B da 9 ga tengligi aytilyapti. Bizdan S da x so'raladi. Qiladigan ishimiz bitta balandlik tushira olamiz. Balandlik tushira oladigan bo'lsak, teng yo'nli uchburchakdan tushirilgan balandlik ham mediana bo'ladi. Ya'ni 12 ni 6 ga ajratadi. Demak, 6 10 mana bu 8 bo'ladi. Mana yuqorida ko'rib o'tdik. Endi mana 8 bitta katet. Mana bu 6 ga 9 qo'shsam 15 bo'ladi. 15 bitta katet. 8 kvadrat plus 15 kvadrati teng x kvadratiga. 225 ga 14 qo'shsam 289. 289 dan 17 chiqadi. Xo'sh, 30-misolimiz. 30-misolda nimalar berilgan bizga? 5 berilgan, 25 berilgan, 25 deyapti. Nima so'ralgan o'zi? Mana bu S da so'ralgan ekan. S da so'ralgan ekan. Xo'p, mana 25 bo'ladigan bo'lsa, bitta balandlik tushirib olsam, balandlikning vazifasi asosdagi mana bu AB ni teng 2 ga bo'lish. Teng 2 ga bo'ladi. Demak, bu 5 ga teng bo'lsa, mana bu tushirgan nuqta D dan tushirgan nuqta bilan bo'lgan masofani x deb belgilab olsam, demak 25 plus x. Aytishim bo'larkan. Demak, mana bu tushirgan nuqtadan B gacha bo'lgan masofa jami 25 dan x ayirib tashlashimga to'g'ri keladi. 25 minus x bo'ladi. Mana bu esa 5 ga x qo'shsam 5 plus x bo'ladi. Bu yerda 5 plus x imiz 25 minus x ga teng bo'lishi kerak. Chunki teng yo'nli uchburchakning uchidan tushirilgan balandligi asosi teng 2 ga bo'ladi. Demak, 5 plus x teng 25 minus x ga. 2x teng 25 tarafga minus bo'lsa 20, x 10 ga teng ekan. Demak, x 10 ga teng bo'lsa, 5 ga 10 qo'shsam 15 bo'ladi. Mana buni h deb bo'ladigan bo'lsak, yana bitta Pifagor tuzamiz. h kvadrat plus 15 kvadrati 25 kvadrati teng 625 bu 225 minus bo'lib o'tadigan bo'lsa, h kvadrat teng 400, h teng 20. Xo'sh, h 20 ga teng bo'lsa, h x hamda s da bitta Pifagor bo'ladi. Demak, h kvadrat plus x kvadrati teng s ni kvadratiga. X 10 chiqdi, h 20 chiqdi. 20 ni kvadrat plus 10 ni kvadrati teng s ni kvadratiga. 100 ga 400 bo'lsak 500 bo'ladi. S da o'zi 500. 100 kara 5 desa, ya'ni 10 o'zi 5 ga teng bo'lar ekan. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bitta balandlik tushirib olsam, jami mana 8 ga 2 ni qo'shsam 10 bo'ladi-ku. Teng yo'nligi aytilyapti. Demak, uchidan tushirilgan balandlik mediana vazifasini ham bajaradi. Ya'ni jami 10 da 5 ga ajratadi.
5 dan 2 ni aytmasam, mana bu yerga D dan perpendikulyar tushgan nuqtagacha bo'lgan masofa 3 ga teng bo'ladi. Xo'sh, bizdan C da so'ralyapti. Endi mana bu yerda mana buni h deb oladigan bo'lsak, h ni aniqlab olaylik. H 5 hamda izoz 41 bitta Pifagor bo'ladi. H kvadrat plus 5 kvadrati teng izoz 41 kvadrati. Izoz 41 kvadrat 41 bo'ladi. 25 minus bo'lib o'tadigan bo'lsa, h kvadrat 16. H shu yerda 4 ga tengligi hosil bo'ladi. H 4 ga teng bo'lsa, H 3 hamda C da bitta Pifagor bo'ladi. H kvadrat plus 3 kvadrati C da kvadrati. H 4 ga teng bo'lsa, 4 kvadrat plus 3 kvadrati 25 bo'ladi. Demak, C da 5 ga teng bo'lar ekan. Bu yerda B da x so'ralyapti. A'si 21 ga teng deyilyapti bu yerda. A'si mana chizmada lekin xuddi C da 21 ga tengdek ko'rinibdi-da. Unga teng bo'ladigan bo'lsa, A'si 21 ga teng bo'lsa, aytaylik, mana bu y bo'lsa, bu yog'i 21 minus y bo'ladi, to'g'rimi? Ikkita Pifagor bo'ladi-da bu ham. Bu ham ikkita Pifagor bo'ladi, o'quvchilar. Xo'p. Qani o'sha Pifagor teoremasi? Yani x kvadrat plus y kvadrat teng 10 kvadrati x kvadrat plus y kvadrat teng 10 kvadrati x kvadrat plus 21 minus y ning kvadrati teng 17 ning kvadrati. Pastdan balandayam 0 21 minus y ning kvadrati minus y kvadrat teng 17 ning kvadrati minus 10 kvadrati. Xo'sh, bu 21 kvadrat 341 minus 42 y plus y kvadrat minus y kvadrat 289 minus 100. 341 minus 42y 289 minus 189 42y 341 dan 189 ayırsak 2. Xo'sh, 13dan 8 ni ayirsak 5. 3dan ayirsak 252. Demak, y bu yerda 252 ni 42 ga bo'ladigan bo'lsak 6. Y 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana y qismini olib olaylik. Y 6 ga teng bo'lsa, biz x aniqlashimiz kerakmi? X kvadrat plus 6 ning kvadrati teng 10 kvadrat. 100 dan 6 ayirsak, bu yerda x 8 ga teng bo'ladi. Xo'sh, o'quvchilar, mana bu yerda ham tushunch misolimiz ham xuddi shunaqa. Xuddi mana bu 20 mana bu y deysizlar, buni 21 minus y deysizlar, xuddi mana bunday bo'ladi. Ko'rasizlar-a, tenglamani qanday tuzganman. Faqatgina bu yerda sonlar almashaman. 10 o'rniga 13 qo'yasizlar, 10 o'rniga 13 qo'yasizlar, 17 o'rniga 20 qo'yasizlar, tamom. Sonlar almashadi, usul bir xil. Xo'sh. 34-misolimiz. To'g'ri burchakli uchburchakning bir kateti 9 ga va gapingiz asqar bo'lsa, ikkinchi katetini toping. Endi bizga chizmalarda berilganda, bizga endi so'zlar bilan masala berib boshlabdi. Gapingiz 41 bo'lsa, bir katet 9 bo'lsa, ikkinchi katetini toping. A deb belgilaymiz. A kvadrat plus 9 kvadrati teng 41 kvadrat. 41 kvadrat 1681. Bu 81 minus bo'lsa, A kvadrat teng 1600 ga da A 40 ga tengligi hosil bo'ladi. Katetlar 3-4 kabi nisbatda bo'lgan uchburchakning perimetri 36 ga teng. Katetlar 3-4 nisbat desa 3x 4x olamiz. Perimetri 36 ga teng ekan. Demak, gipotenuzlar nimaga tengligini topib olaylik. Gipotenuzlarni S deb belgilaymiz. 3x kvadrati plus 4x kvadrati teng C kvadratga 9x kvadrat plus 16x kvadrat teng C kvadratga C kvadrat teng 25x kvadrat C teng 5x. Demak, C 5x ga teng bo'lsa, perimetr 3x ga 4x 7x, 7x ga 5x qo'shsam 12x.
12ximiz perimetr berilgan 36. 36 tenglashtiramiz. Shunda x 3 chiqadi. Gipotenuzani uzunligi 5x ku. 5 ta chiqqan x qiymati 3 chiqdi. Ko'paytirsak 15 ga teng bo'ladi. Kvadratning tomoni 12 ga teng bo'lsa, uning diagonalini toping debdi. Kvadrat chizib olamiz. Kvadrat bo'lgandan keyin burchak albatta 90 dan bo'ladi. Diagonalni toping. Mana shu 12 ga teng ekan. Diagonal mana. Diagonal o'tkazib olsak, o'n ikkini kvadrat plus 12 kvadrati teng d kvadratga 144 kara 2 teng d kvadrat bo'lsa, d 12 asosiy 2 bo'ladi. Xullas qoida kvadratning tomoni a bo'lsa, diagonali a asosiy 2 bo'ladi. To'g'ri to'rtburchakning tomonlari 12 va 5 ga teng bo'lsa, uning diagonalini toping. To'g'ri to'rtburchak mana tomonlari 5 va 12 ga teng ekan. To'g'ri to'rtburchak. Diagonal mana. Diagonal o'tkazib olamiz. Demak, d. To'g'ri to'rtburchakda ko'ryapsizlar, ikkita to'rtburchak uchburchak ajralyapti. D kvadrat teng bo'ladi 5 kvadrat plus 12 kvadrat. 144 diagonal 13 ga teng. Xullas, to'g'ri to'rtburchakning tomonlari a va b ga teng bo'lsa, diagonali va tomonlari orasidagi munosabat mana bunday bo'ladi. To'g'ri to'rtburchakning tomoni 24 ga teng bo'lsa, uning diagonalini mana qoida qo'yib olamiz. Diagonali 24 kvadrat plus 7 kvadrati. Diagonal kvadrat ikkita tomon kvadratlarga yozadi. Xo'sh, 39-misol a bo'lsa, uchburchakda AH bilan tushirildi. Agar 15 AH9 a'si shu o'zimga teng bo'lsa, b'sini toping. Uchburchak solamiz. ABC AB 15 ga teng ekan. AH balandlik bo'lsa, BC ga albatta perpendikulyar tushadi. AH balandligimiz 9 ga teng ekan. AC 310 ga teng ekan. BC ni toping. B dan C gacha bo'lgan masofa. Demak, CH da Y deylik, BH da X deylik. Bizga kerak bo'lgan BC X plus Y ga teng deylik. Bu yerda ikkita Pifagorda x kvadrat plus 9 kvadrati 15 kvadratiga teng. Bu yerda 225 bo'ladi bu. 81 minus bo'lib o'tsa, x kvadrat teng 144, x 12 ga teng bo'ladi. Mana bu uchburchak uchun bitta Pifagor qiladigan bo'lsak, y kvadrat plus 9 kvadrati teng 310 kvadrati. Ya'ni 9 kar 10 bo'ladi. Xo'sh, 90 bo'ladi. Bu 81 minus bo'lib o'tsa, y kvadrat teng 90 ning 81 darsak 9 va y 3 chiqadi. 12 ga 3 qo'shadigan bo'lsak, BC 15 ga teng bo'lar ekan. BC 15 ga teng ekan. O'quvchilar, mana 40-masalamiz 39 bilan bir xil, chizmasi ham bir xil bo'ladi. BH tushirasizlar. AB 7 ga teng bo'ladi deyapti. Prosta ABClarni ham joy almashib kelyapti. Ishlab ko'rasizlar buni. Bir xil bo'lganligi uchun tashlab ketaman. Albatta chiqmasa yoki tushunmay qolsanglar, bemalol so'raverishlaring mumkin. Xohlasanglar mana shu videoni o'sha YouTube'dagi kommentariyasiga yozinglar. Xohlasanglar Telegram gruppadan so'ranglar. Lekin birorta ham muammo bo'lmasligi kerak. 41-masala. Muntazam uchburchakning tomoni 38 ga teng bo'lsa, bu uchburchakning balandligini toping. Mana bitta muntazam uchburchak chiza olamiz. Muntazam uchburchakning tomonlari teng. 8. Ular 60 dan hammasi. Mana shu muntazam uchburchak bor-ku, qaraganimizda teng yo'nli uchburchak deyishga ham haqqimiz bor-da. Tomoni 8 desa, bu uchburchakning balandligi. Bitta balandlik tushirsak, bundan unga tushgan balandlik, bundan bunga tushgan balandlik hammasi bir-biriga teng bo'ladi. Faqat bu muntazam uchburchakda. Uni h deb oladigan bo'lsak, mana 90 bo'lib tushyapti, ko'ryapsizmi? Mana 60, mana bu tepadagi 60 da 30 ga ajratadi. 30 ga ajratadi. Xullas, asosdagi 8 ni ham 4 ga ajratadi. Buni h deb olsak, h kvadrat plus
4 kvadrat teng 8 kvadratiga. 64 bu 16. 16 bilan surib o'tadigan bo'lsa h kvadrat teng 48 bo'ladi. 48 16 kara 3 degani, demak h 4/3 bo'lar ekan. Xullas, qoida bundayda, qoida muntazam uchburchakning tomoni a ga teng bo'lsa, balandligi a o'zasi 3/2 ga teng bo'ladi. Mana muntazam uchburchak balandligi 4/3 ga teng bo'lsa, uchburchakning perimetrini toping debdi. Demak, mana balandlik 4/3 berilgan. 4/3 mana biz aytgan qoidaga ko'ra, formulaga ko'ra, shuni a o'zasi 3/2 ga tenglashtirsak, asos 3 lar qisqaradi. 2 ko'paytirma bo'lib o'tsa a 8 ga teng bo'ladi. Mana bu yerda 4/3 chiqib o'tiribdi. Perimetr 8 kara 3 24 ga teng bo'ladi. Demak, 43-misolimizda tomoni 6 7 8 ga teng bo'lgan uchburchakning kichik tomonining katta tomondagi proyeksiyasini toping. Demak, tomoni 6 7 8 ga teng bo'lgan uchburchakning kichik tomonining katta tomondagi proyeksiyasini aytaylik. Mana bu yuqoridan, mana shu uchburchakka yuqoridan nur tushirdik. Mana nur tushirganimizda, ya'ni 8 tomoni 8 ga teng bo'lgan tomonga perpendikulyar nurlar tushdi. H balandlik tashlab oldik, uchidan bitta. Demak, 6 ning katta tomondagi proyeksiyasi mana bunga teng bo'ladi-da, x ga. Y. Bu haliga tushuntirganim proyeksiya mavzusidagi x y'lar emas. Bu to'g'ri burchakli uchburchak emas, bu ixtiyoriy uchburchak. Xo'sh, bunga biz ikkita bo'lakka bo'lib nima qilib olamiz? Ikkita Pifagor qilib olamiz mana. Tushgandan keyin biz x topishimiz kerak-ku. Aytaylik, bu x ga teng bo'lsa, buni y dedik, mayli, shu y emas, 8 minus x deyishga ham haqqimiz bor. Demak, h kvadrat plus x kvadrat teng 6 ning kvadratiga, h kvadrat plus 8 minus x kvadrati teng 7 ning kvadratiga. Ayiraveramiz, pastdan bo'ladi. H kvadrat 0, 8 minus x kvadratidan x kvadrat ayirsak, 7 ning kvadrati 49 minus 36 ga teng bo'ladi. Bu 64 minus 16x plus x kvadrat minus x kvadrat. 49 dan 36 dan ayirsak 13 bo'ladi. Qisqarib ketsa 16x bu yoqqa 13 bu yoqqa. 64 minus 13 teng 16x ga. Ayirsa 51 teng 16x. X teng 51 taqsim 16, ya'ni 3 taqsim 16 ga teng bo'lar ekan. Proyeksiyasi, ya'ni mana bu x. Xuddi shunaqa o'quvchilar 43-misolimiz, 44-misolimiz ham mana ishlanmadi. 43 bilan bir xil. 10, 12, 15 bergan uchburchakning katta tomonining kichik tomonidagi proyeksiyasi. Katta tomonining kichik tomonidagi proyeksiyasi so'raldi bunda. Ikki 100 144 bundan katta bo'larkan, to'g'ri. Mana bunaqa uchburchak bo'ladi. Kichik tomon 10 bo'lsa, 12 bo'lsa, 13 bo'lsa, 15 da 10 dagi proyeksiyasi. Bu ham o'sha nariga 43-misolga o'xshaydi. Buni xo'sh x yo'lasizlar, mana buni 10 minus x deysizlar, ikkita Pifagor qilasizlar. X kvadrat, mana h deysizlar. X kvadrat plus h kvadrat 15 kvadratiga, bu yerda ham xo'sh 10 minus x kvadrati plus h kvadrat teng 12 ning kvadrati. Ayirib tashlaymiz, h kvadrat ketadi, x kvadrat minus 10 minus x kvadrat. 15 kvadrat 225, bu 144. 225 dan 144 ayirsak 81 bo'ladi. 10 minus x kvadratni ochib minus asr qildiramiz. X kvadrat minus 100 plus 22 minus x kvadrat teng 81 ga. Xo'sh, endi bu yerda x kvadratlar qisqaradigan bo'lsa, minus 100 plus bo'lsa 22 teng 81 ga, x teng 81 taqsim 20. 9,1 taqsim 20 deb olsak bo'ladi. Abisida turburchakda diagonallari o'zaro perpendikulyar hamda mana shunga deymiz a-dan toping. Mana bu chizmasini chizsam, masini hissiyasiga mana bunaqa. Diagonallar perpendikulyar bo'lgan turburchakda. Ixtiyoriy turburchak chizib olaylik. Hamda uni diagonallari o'zaro perpendikulyar bo'lsin.
A, B, C deb olsak, demak bu yerda A, B, C, D deb oladigan bo'lsak, A B 5 ga, B C 7 ga, C D 6 ga, bizdan A ni so'rayapti. Shuni x deb belgilaylik. Qoidaga ko'ra x kvadrat plus 7 ni kvadrati teng 5 kvadrat plus 6 ni kvadratiga. 25 ga 36 ni qo'shsam 61, 49 minus bo'lsa 61 dan 49 ayirsak 12 bo'ladi. X teng asosi 12 yoki 2 asosi 3 desak ham bo'ladi. 4 karra 3 4 dan 2 chiqadi. Bu yerdan birinchi mavzuni tushuntirib boshlagan vaqtimdagi bunaqa proyeksiya balandlik tushuntirib ko'rsatib ketaman. Bu yerda h kvadrat x y bo'ldi-ku, to'rtburchakli uchburchak. Mana qarang, ASB to'rtburchakli uchburchakning tepasiga tushirilgan CD balandligi so'ralyapti. Demak, bu yerda CD ning kvadrati o'z ajratgan kesmalarning ko'paytmasiga teng bo'ladi. 4 ga 9 36. Bu yerda CD 6 ga teng. 47-misolda ham xuddi shu qoida. Demak, 8 kvadrati teng 4 ko'paytirilgan x ga 64 teng 4x bo'lsa, x 16 ga teng bo'ladi. Endi bu yerda BC so'ralyapti. Mana bu chizmaga ko'ra mana bu C da 6 bo'ldi-ku, mana bu 6 bo'ladigan bo'lsa, BC ni topadigan bo'lsak, 6 ni kvadrati plus 9 kvadratining BC ni kvadrati bo'ladi-da. Yoki yana bitta qoida, mana BC katitning kvadrati, BC ni kvadrati proyeksiyani gipotenuzaga ko'paytmasiga teng. Proyeksiya 9, gipotenuza 13. Demak, bu BC 313 ga teng bo'ladi. Pifagor qismlari ham bari 313 ligicha saqlanib qolaveradi. 49-misolimiz. 49-misolda B da 3 ga teng deyapti, mana 3 ga teng. Bu 316 ga teng, C da so'ralyapti, x so'ralyapti. Endi tomonni kvadrati, ya'ni 306 ning kvadrati proyeksiyani gipotenuzani uzunligiga ko'paytmasi. Demak, gipotenuzani uzunligi x plus 3. Demak, x kvadrat plus 3x mana bu 9 kare 6 54 bu tarafga minus bo'lsa minus 54 teng 0. Buni determinant qilib x1 x2 kvadrat tenglama ildizarini topsanglar ham bo'ladi. Men misol buni ko'paytuvchiga ajrataman. X plus 9 x minus 6 teng 0. Albatta x musbat tanlanishi kerak. X teng 10 tanlanadi. X plus 9 ni tenglashtirganda x teng minus 9 olinmaydi, chunki u manfiy hisob. Mana 50-misolimiz ham o'quvchilar xuddi shunaqa chizma mana. 6 asosi 2 kvadrati x ni x plus 1 ga ko'paytmasi bo'ladi. 6 asosi 2 kvadrati 72 bo'ladi. X kvadrat plus x minus 72 teng 0 da x topiladi. X plus 9 x minus 8 x teng 8 chiqar ekan. Ko'ringlarmi? Yaxshi tushunsangiz tafakkurda ham ishlatib qo'yasizlar. Bu yerda ham xuddi shunaqa 6 kvadrati 4 ko'paytirilgan 4 plus x ga teng bo'lishi kerak. 36 teng 4 ko'paytirilgan 4 plus x qisqartirsak 9 bo'ladi. 9 teng 4 plus x bo'lsa, unda x teng 5 chiqadi. Xo'sh, bu yerdan xuddi shunday mana 8 kvadrati 4 ni 4 plus x ga ko'paytmasi bo'lishi kerak. 8 kvadrati 4 ko'paytirilgan 4 plus x. 64 bilan 4 ni qisqartirsak 16 qoladi. 4 16 taraf minus bo'lsa x 12 ga teng bo'ladi. 53-misoldan boshlab keyingi videoda ishlaymiz, chunki juda oshib ketdi, buni nimaga